Akalar, mana ishxonani ish jarayonini qo'yib o'tyapman. Kamina ham bo'lsa mana ko'rishlaringiz mumkin. Bu yerda mana vatandoshlarimiz, ruskilar, o'zbeklar ishlayapti. Har kuni kechqurun Rashid aytib o'tgandek akalar, kunlik to'lov. Постоянный ish, официальный ish, lekin oyligingiz har kuni kechqurun siz uyga yo ishingizni bitirishingiz mumkin. Pulingizni joyida olasiz. Arzisabda like, kommentni yozib qoldirasizlar. Rahmat aytinglar. Assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum. Bizni kanalimizni kuzatib borayotgan aziz vatandoshlarimiz, akalarimiz hamda opalarimiz, joninglar sog' bo'lsin. Mana shuncha qo'llab-quvvatlayapsizlar, hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Lekin akalar, bir narsaga men hayronman-da. Mana shu videoni chiqaraman, bu video foydali deb o'ylayman. Men sizlarni bilmayman, lekin men o'zimga o'ylaymanki, shu narsa agar arzimagan bo'lsa, biron akamiz yo opamiz yo akamizgami, singillarimizgami foydasi tegadi degan videoda chiqaraman-da men. Aslar bo'lsa befarqiyat bo'lasizlar, prosmotr yaxshi oladi, lekin bitta mana shu like bepul u narsa. Agar pul so'raganimda aytganlaringizda bo'ladi. Lekin mana shu bepul narsa uchun qiynaladimi yo o'sha narsani o'zlariga bilmayman nima ko'radi, men hayronman. Mana bugun yana ish chiqaryapman. Bu ishimiz Moskva, Gorod Dimitrovda bo'ladi. Bu yerga akalarimizga ishga taklif qilinadi, 4-5 ta akamiz. Xohlasangiz O'zbekistondan keling, xohlasangiz Tojikiston, Qirg'iziston farqi yo'q. Ishimiz bruschatka zavodida. Akalar, opalar, sizlar charchagan bir xillar bilaman oylikdan. Oylikni kutishdan charchagan. Bu ishimizda har kuni kechqurun 8 soatlik ish vaqti, har kuni kechqurun siz 4000 rubl va yotoq joy tekin ishxona tomonidan akalar. Mana sizlar aytib o'tdilaringiz, kunlik ish chiqaradigan постоянный, официальный patent bilan olinadi akalar, opalar. Kimdir agar srochna bu ishlayotgan akalar, opalar, srochna. Kimdir agar uspet qilsa joyda egallaydi. Chunki bu yerga 10 ta, 20 ta, 100 talik ish chiqarmaymiz biz. Bitta bo'lsin, yaxshi bo'lsin deydi-ku akalar, opalar. Shuning uchun tezda joylashish uchun pastda nomerda ham WhatsApp, ham Max ilovasi bor. Telefon qiling, borib joylashishingiz mumkin. Puliga 100% kafolat. Kafolat qanday akalar? Bir kun ishladingizmi, kechqurun pulingizni olasiz. Yotoq joy tekin. Официальный трудовой договор ishxona tomonidan. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Videoni o'tkazib yubormang. Video davomida ish joyida ish jarayonini qo'yib o'taman. Bu yerda ishlayapti o'zbek akalarimiz, ruskilar ham ishlayapti. Keyin yana bir narsani aytib o'tay. Mana shu bruschatkani tushunadigan agar vatandoshlarimiz bo'lsa, 4000 rubl kam deganlar uchun ishdan tashqari akalar 2 soat, 3 soatga yana xaltura bor. 3000, 4000, 5000 rubl smela ishlaysizlar. Bu degani 8000 rubl tushadi. Bruschatka qalaydigan, bruschatkani uraydigan vatandoshlarimiz bo'lsa, shu zavodda bu ish ham bemalol telefon qilasizlar. Bruschatkani chiqardingizmi? Ruski keldi, zakaz qildi. 10 kvadrat, 20 kvadratni borib bemalol bosib berasizlar. Joningizlar sog' bo'lsin. Rahmat podдержкалар uchun. Meni gapimga xafa bo'lmaysizlar akalar, opalar. Men prosta haqiqatni aytaman. Haqiqatni aytaman. Birov yolg'on gapiradi, 400 ming deydi. Ko'rasiz, like bosilib ketgan, lekin u yerda biron narsa 400 ming ham yo'q, 40 ming ham yo'q. U narsa yo'q narsa. Shuning uchun akalar, o'ylab keyin ishni bosamiz. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Kelgusi videorolikda ko'rishguncha deymiz.